Va'da qilganimdek, men bugun qanday qilib to'g'ridan to'g'ri shou biznes estrada yulduzingizga xat yuborishingiz mumkin, bugun shu haqida gapirib o'taman. Agarda siz muxlislik qilayotgan estrada xonandangizga xat yubormoqchi bo'lsangiz, Instagram va ijtimoiy tarmog'idan foydalanishingizni maslahat beraman. Chunki Instagramda ularning haqiqiy profillari bor. Chunki Instagram qo'l telefonlari uchun chiqarilgan bo'lib, fake profillarni aniqlash juda oson, email kod orqali aniqlanadi. Shuning uchun ko'pchilik bu yerda soxta profillarni ishlatmaydi. Hamma qo'shiqchilarning profili o'ziniki. Kelinglar o'sha Instagramga o'tamizda. Instagramga o'tamiz. Buning uchun siz telefoningizdan registratsiyadan o'tishingiz kerak. Instagram ilovasini o'zingizga skachat qilib olib, telefoningizda bu yerda profil ochishingiz kerak. Va profilingizga kirasiz. Instagramni kompyuterdan ochish uchun biz webstagram.com saytdan foydalanamiz. webstagram.com Bu sayt telefoningizda ishlatadigan ilovani aynan kompyuter orqali boshqarishingizga yordam beradi. Demak, o'sha Instagram ijtimoiy tarmog'idagi profilimni men kompyuter orqali ochdim. Mening rasmlarim новостная lenta edi. 159 ta ergashganlar. Demak, kimga xat yozamiz? Keling, ana Munisa Rizayevaga xat yozamiz. Uning uchun hashtagdan foydalanamiz va Munisa Rizayeva deb yozamiz. Va ijtimoiy tarmoqda Munisa Rizayeva so'zi bilan bog'liq nechta rasm bor, bizga ijtimoiy tarmoq o'zi chiqarib beradi. Munisa Rizayeva hashtagi bilan belgilangan 14 ta rasm bor ekan. Va biz bu yerdan aynan qo'shiqchilarning profillarini qidira boshlaymiz. Mana Shohruxxonning profili, mana Munisa Rizayevaning profili bor ekan. Munisa Rizayeva o'zining profilini berkitib qo'yibdi. Demak, unga yoza olmaymiz. Shohruxxonni ochiq profili, bemalol unga yozishimiz mumkin. Nima deb yozamiz endi? Kelinglar, Shohruxxonga emas, boshqa biron kishiga yozamiz. Bu uchun yana qidiramiz. Asal Abror biror boshqa qo'shiqchini qidiraylik qani. Afruz guruhining nimasi bor ekan ana. Afruz, Madina Mumtoz. Profiliga kiramiz. Va biz sharhlashimiz mumkin va albatta u o'zining profilida mening sharhimni ko'radi. Nima yozamiz? Intervyu Salom Toshkent dasturida omad tilab qolaman. Kunida fayzli bo'lsin. Omad ijodingizga omad tilab qolaman va uning loginini yozishimiz kerak. Uni upaminut qilishimiz kerak. Madina Mumtoz. Sharhni qoldiramiz va mening sharhim mana bu yerda ijodingizga omad tilab qolaman deb chiqdi. Yana kimni qidiramiz? Yana Afruz guruhi bor ekan, yana Madina Mumtoz.
Salmon Official tanimayman, Didishka tanimayman, Dilshodbek Kattabekov bor ekan. Kim? Yana Diyor Mahkamov, Yodgor Nosirov, Ulug'bek Rahmatullayev, Shahnozik Shahi tanimayman, Tohir Sodiqov. Keyingi sahifaga o'tamiz. Asilbek ham bor ekan. Sevara Nazarxon. Juda hurmat qilaman. Ijodini Leonardni toch. Мы за вас болеем. Uni upaminut qilish kerak. Sevara Nazarxon. Ana shunaqa qilib, agarda Instagramda siz muxlislik qilayotgan yulduzning profili bo'lsa va u profil ochiq bo'lsa, bemalol unga to'g'ridan to'g'ri xat qoldirishingiz, sharhlar qoldirishingiz mumkin. Profili yopiq bo'lsa, siz rasmni olib, bironta rasmga hashtag orqali uning ism va familiyasini qo'ysangiz, u albatta o'zini qidirgan paytda u hashtag orqali o'zini topadi va aynan siz nima uchun bu rasmni qo'yganingiz qiziqadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Maslahat show kanaliga a'zo bo'ling va O'zbekiston yulduzlariga muxlislik qiling.